Salom. Senga qora choy olib keldim. Bugun qanaqasan? Ha, bilaman. Sen ham sog'ingansan. Sog'inch naqadar ajoyib tuyg'u. Shunday emasmi? Xuddi dunyodagi jamiki asarlar sog'inchdan yozilgandek. Bunga misol qilib turk adabiyotini ham keltirishimiz mumkin. Jahid Zarifoğlu yozadiki, sog'inch na bir chuqur tuyg'u, sog'inch na bir uzoq masofa. Jamol Surayo esa uzoqdan sevmagan bo'lsangiz bir-biringizni hech sevdim demang. O'g'iz Atay esa shunday deb to'ldiradi. Aqlimdan chiqmayapti. Aqlim chiqyapti. Ammo u chiqmayapti.